Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Agar bugun qalbingiz bezovta bo'lsa, bu videoni albatta oxirigacha eshiting. Inson Robbisidan uzoqlashgan sayin qalbi ham o'z manzilidan uzoqlashadi. Shu sabab ba'zan hech qanday sababsiz bezovtalikni his qilamiz. Aslida esa qalb bizga indamay murojaat qilayotgandir. Meni Robbimga yaqinlashtir. Chunki qalbni yaratgan zotgina uni xotirjam qila oladi. Alloh taolo marhamat qiladi. Ogoh bo'lingiz kim qalblari faqat Allohni zikr qilish bilan orom oladi. Unutmang, eng og'ir sinov ham abadiy emas. Ammo Allohga yaqin qalb eng og'ir sinovda ham umidini yo'qotmaydi. Chunki u biladi, har bir dardning ortida hikmat, har bir sabrning ortida mukofot va har bir duoning ortida eshituvchi zot bor. Balki bugun siz izlayotgan xotirjamlik tashqarida emasdir, balki u bir samimiy sajdada, chin dildan aytilgan bir duoda yoki Qur'on bilan o'tkazilgan bir necha daqiqadadir. Sizningcha qalb xotirjamligiga erishish uchun inson eng avvalo nimani o'zgartirishi kerak? Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Agar video siz uchun manfaatli bo'layotgan bo'lsa, yaqinlaringizga ulashib, like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. E'tiborlaringiz uchun rahmat.